Hayotimda birinchi marta tilla slitka sotib oldim va bu narsadan men nechpul foyda qildim va qanaqa qiyinchilikka uchradim. Bugun videoda ko'ramiz. Bozorga borib, bizni slitkalarimizni tanlab, har bitta do'konchi bilan gaplashib, eng arzon slitkani sotib olib va uni sotib nechpul foyda qilganimizni ko'ramiz. Lekin men bu narsani investitsiya sifatida xarid qilmoqchiman va investor rolida birinchi marta ishtirok qilmoqchiman. Hozir уже Chorsu bozordamiz. Videoni boshidan bilib olgan bo'lsangiz kerak. Bugun tilladan savdo qilamiz. Videoni boshlashimdan oldin sizlarga aytib ketdik. Atir biznes bilan sumka biznesi обязательно ikkinchi qismi chiqadi. Просто kommentariyani banglatib yuborishdi. Shu ikkinchi частini qachon qo'yasiz, qachon chiqadi. Xullas, hozir Chorsudamiz. Tillalarni sekin surishtirishni boshlaymiz. Endi bilmayman qanaqa tilla olish kerak. Taqimcha olish kerakmi yoki slitkalar bo'ladi bilsanglar, shu slitkalardan olish kerakmi? Hozir bitta bozor yaxshilab aylanib olamiz, narx-navoni surishtirib olamiz. Bitta ikkita maslahat olgandan keyin ozgincha summaga o'sha tillarni olib investitsiya qilib qo'yamiz. Investitsiyamizdan necha pul foyda qilganimizni sizlarga ko'rsatamiz. Chorsu bozoriga tushishim bilan bitta do'konni tanlab, narx-navoni surishtirishni boshladim. Tillarni 3 xili bor ekan, ya'ni izdeyle varianti, lon varianti va slitka varianti. Slitka variantini ko'pchilik mulk tilla deb aytar ekan. Va albatta meni eng qiziqtirayotgan tillamiz bu mulk tilla bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha video davomida shu tillarni sotib olishga harakat qilamiz. Yana bitta muhim narsa haqida sizlarga aytib ketaman. Men qilayotgan ishlarni o'zingizlar takrorlamanglar, chunki men professional investor emasman va hech kimga rekomendatsiya, ya'ni maslahat bermayapman. Yaxshimisiz? Nechta bo'lyapti tillalar? 100 tushirmayapmiz. Ana o'zimiz olamiz. Grammi 585. Ukrasheniya. $78 boshlab. Aha. 85. Slitkalar ham bormi? Kerak, slitka sizda sotmaysizmi? Bo'ldi. Ha, assalomu alaykum. Okay, yaxshimisiz? Yo'q, bu uzun market emas. Boshqa, tilla. Tilla qo'yamiz, o'sha. Tilla qilib ko'ramiz. Yo'q, tillada ishlab ko'rmoqchi, necha pul topishni bilmoqchimiz. Tilladan. Anaqa, hozir biz uni olmoqchiyik, slitka olmoqchi deydi, okay? Okay, bitta narsa so'rab olay sizdan. Hozir tushgan payt ekan, tillarni tushayotgan payt. Ko'tarilganmi hozir? Hozir sotib olsam zarar qilib qolishim. $10 ko'tarildi, to'g'rimi? Bo'ldi. Hardan o'zi minusga kirganda kelib qolamiz. Hozir do'konga kirdim, narx-navoni surishtirdim. $78 dan anu taqimcha olib hisoblanar ekan. Endi ular anaqasi kamroq bo'ladi, 585 bo'ladi probasi. Slitkalar 995 bo'ladi, 999 bo'ladi men bilgan. Shu 995 bo'ladigani ular где-то bir $119 dan $125 gacha sotilar ekan. O'sha narxni bilib oldik. Men hozir shu slitkani sotib olib, investitsiya qilib qo'yib qo'ymoqchiman. Vaqt o'tganda necha pul foyda qilishimni bilmoqchiman. O'shanga hozir kirib, slitkalar narxini bilib, necha pul nima qanaqaligini bilib olamiz. Tillar narxi ko'tarilganiga qaramay, biz fikrimizdan qaytmadik va o'zimizni slitkani qidirib boshqa do'konga kirdik. Hozir mana Farruh aka bilan tanishib qoldim. Farruh aka hozir bizga ozgina maslahat beradilar. Farruh aka qarang, hozir tillar narxi necha pul bo'lyapti? Tillarni grammi izdeladan kelib chiqib, narxlari o'zgaradi. Hozir kunda tillalar 900 mingdan 1 million 100 ming atrofida bo'lib turibdi. Bu izdelar narxi, taqimchalarning izdelar narxida. Hozir kunda tillar narxi ko'tarildi, 4 kun, 5 kunning ichida birjada ko'tarildi narxi. Ko'tarilsa hozir qaytang menga zarar, to'g'rimi? Olib qo'yib sotmoqchisiz? Yo'q, hozir tilla hech qachon zarar bo'lmaydi. Tilla yildan yilga o'saveradi. Olib qo'ygan odam YouTube'da bo'laveradi. Investitsiya qilib tillarni olib qo'ysangiz, slitka olib qo'yasizmi, izdel olib qo'yasizmi, faqat izdelan taqilmasa, bu holatiga keltirmasanglar, o'shanda yaxshi bo'ladi. Narxi o'sib boradi. Bo'ldi. Hozir men foyda qilishga slitka olganim yaxshimi yoki izdel olganim yaxshimi? Ba'zi birlar slitka olamiz deydi, slitka olib kelib sotaman deganinglarda ozgina bahosida farqi bo'lib qoladi. Lom hisobida olib qolishadi, izdeli hisobda slitka olishmaydi. Uni bankdan olib bankka sotishadi. Bankdan olib bankka sotganda ularda sal qimmatroq, ba'zi birda hisoblashyapti hozir kunda. Slitkalar narxi necha pul o'zi? Hozir kunda $120 atrofida bo'lsa kerak. $120 atrofida. Hozir Farruh ketdilar, izdeli olib sotilaring dedilar, lekin men izdeli olgim kelmayapti. Chunki uyimda slitka turishini xohlayman. Shunday to'g'richa bo'ladi. Endi katta 1 kilolik emas-ku, kichkina bo'lsa ham endi havasga olib ko'rmoqchiman. Chunki hali tilla sotib olmaganman, tillam bo'lmagan, o'sha birinchi tillam bo'lgani uchun slitka olishga qaror qilganman. $120 qimmat deyapti. Sotsang, sotishga kelsang, uni qaytarib $110 dan yoki $112 dan olib qolishadi deyapti. Endi bu katta zarar bo'lib qoladi.
endi men ham bir haftadan keyin sotaman demayapman-da. Men ham bir 2-3 oy uyda ushlamoqchiman. Uni tursin, sal anaqa birjan narxi oshib olsin, o'shandan kelib sotaman dedim. O'shanga baribir slitka sotib olaman. Muzdekkini morsi ichib olib, biz to'g'ri Gold Center tomon yo'l oldik. O'tga kirishimiz bilan ko'zlarimiz yomon o'ynab ketdi, chunki tillalarning soni juda ham ko'p edi. Bu metkanlarda tilla o'zi yomon narsa, ko'zni yomon o'ynatadi. Lekin biz tillaga povutni bermay, ishimizni davom ettirdik. Necha pul olyapti slitka? Ular 123 dollardan. Men slitka olmoqchiman-da, o'z slitka olib sotmoqchiman-da. 123 dollardan berasizlarmi? Ha, bor. Buni olib qo'yib qo'ysam, o'sha narx oshsa sotsam bo'ladi, to'g'rimi? Bor. Hozir 123 dollarga deyaptilar shu slitkani, sal qimmatroq, chunki men bir to'rtom tillada ishlaydi. U bilan gaplashganimda men arzonroq olib beraman dedi. Baribir uni gapiga kirmay, u ham qimmat aytayotdi deb o'yladim-da. O'sha uni gapiga kirmay bozorga tushdim. Hozir yana bitta narxni surishtiray. Narx yaxshi narx topa olmasam, oxiri shu o'rtog'imga telefon qilishga majbur bo'laman. 123 dollar slitka uchun qimmat edi, chunki o'sha kuni birjada narxi 116 dollar turuvdi. O'shaning uchun men o'tdan olmasdan boshqa joylardan qidirish boshladim. Men Shahnoz opaga uchrashdim. Shahnoz opa menga juda ham katta maslahatlar berdilar tilla bo'yicha. Mana hozir Shahnoz opa bilan intervyu olmoqchi edi, urishib tashyaptilar bizani. Oynani artib olaylik deyaptilar. Oyna artmasangiz ham bo'ladi, o'zi top-toza bo'ladi. Tillalarimiz yaltirab ko'rib turishi kerak-da. Shahnoz opa hozir meni tilla sotib olmoqchiman-da. Masalan, mana izdelanlaringiz necha bo'lyapti sizni? Hozirgi kun kelib 80-85 dollarda izdelarga qarab, ishlab chiqarishiga qarab. Bor. Anaqa slitka necha bo'lyapti? Endi ular ham probasiga qarabda. 3-9lar endi hozirgi kunda 125 shunaqa dollar bo'ladi. 125 dollarmi? Allo 123 tilla. Yaxshi narx. 123mi? Yaxshi narx aytganmilar? Zo'r narx aytganlar. Misol uchun o'sha narx, o'sha slitkalar yaqin 10-15 kun bir oy ichida 115 dollar sotilganda. Mana qarang, o'sha tilla narxi ko'tarilgan. Sezilarli darajada ko'tarilgan. Tushundim. Keyin Shahnoz opa hozir men bitta narsani bilmoqchiman-da. Izdelar sotib olib, mulk qilib 2 oy, 3 oy saqlab sotganim yaxshiroqmi yo masalan nima deyapti? Slitka olib sotganim yaxshiroqmi? Slitka olib sotganingiz yaxshi. Nega? Slitka tillada, to'g'rimi? Polностью tilla bo'lgani uchun. Ha, endi siz bar taxminsiz birinchida. Ha, men taxminman shu. Taquvchiga tilla olish, izdelar olishni tavsiya qilaman. Mulk qiladiganlarga slitka olishni tavsiya qilaman. Shahnoz opa adabiy gapirar ekanlar, mana adabiylashib ketib qoldim. Yomon qildingiz mana. Shu men yo'l yo'nalish ko'rsatdim, qanaqa qizi. Faqat shu sotib olib, narxi ko'tarilganini sotsam foyda qila olmaymanmi yo endi nadir qila olmaymanmi tilladan? Yo, slitkani faqat siz mulk qilib olib qo'ya olasiz. Uni na taqa olasiz, na birovga bera olasizda. Qachondir lekin tilla narxi misol uchun oshyapti, xavotir olmang. Pashti mana shu 1 yil ichida tilla sezilarli darajada oshgan. Bemalol slitka olsangiz bo'ladi. Qo'rqmay olingda, to'g'rimi? Ha, olavering. Bo'l, o'zi narxlari shu 120 dollardan 125 dollargacha bo'lsa. 123 ga yaxshi narxmi hozir shunda? Hozirgi paytga yaxshi. 115 dollar bo'lsa-chi? Voy, super narx. Lekin unaqa narx yo'q. Unaqa narx yo'q. O'zi tan narxi ham unaqa emas. Menda maxfiy qurol bor. Sizlarga aytmayman просто. Nima? Aytmayman sizga. Sizga ham aytmayman. Yo'q. O'rganib olasiz. Nimanda? Sizga ham aytmayman. Bo'ldi. Shu ishda yana nimadir bormi? Abu Bakr nimadir kimgadir manfaatli bo'lyaptimi? Mana odamlar o'rganyapti. Qiziqishmi? O'zim qiziqaman ustiga. Menda bu hobbi, o'zim boshqa ishlarim bor. Eksperimentmi, ishda qilishni yaxshi ko'rasizmi? Shunaqa. O'zi har xil ish qilib ko'rim keladi-da. Prosta o'zi odamning fokusi bitta joyda bo'lishi kerak. Men sizlarga ham aytib ketaman. Bitta ish ushlab, yaxshilab ishlasanglar, shu ishdan manfaat olasizlar, shu ishning rivojlanishiga, yaxshiroq bo'lishiga yordam beradi. Agar unga yopishib, bunga yopishib, mendek ishlasanglar, o'zi u yaxshi bo'lmaydi, lekin aytib qo'ying. Men boshqadan gapiring, men istoriya qo'yib yuboraman keyin anaqa. Hozir Shahnoz opaning yoniga kirganimizda Shahnoz opa aytdilar bizga, mulkka olgan deyaptilar, lekin anu akadan so'raganimizda ular izdelar olgandilar. Hozir men tushunmayman. Endi Shahnoz opa nega mulkka olgan degan bo'lishlari mumkin, chunki bizning erkak kishimiz, bizning tilla taqiyimiz, masalan, ayollar tilla taqsa, masalan, biz tilla taqmasligimiz bilan o'sha mulk qilib olib qo'yasan degan maqsadda aytgan bo'lishlari mumkin. Sizlarga motivatsiya berib, Shahnoz opadan maslahat olib, bizani qornimiz ochib qoldi. Ovqatlanadigan joyga borguncha men o'rtog'imga telefon qilib, uni chaqirib qo'ydim va undan tashqari biz bufetga kirib, mazza qilib, sosisikalarni yedik. Assalomu alaykum. Ishlasizlar? Sosisika qilib bera olasizmi aka? Bir 8 ta sosisika bering. Ha. Abedimizdan keldi. Abedmi? Kiralarga alohida mana kira. Keyingi 15 minut ichida issiqqina sosisikalarni ochib yedim va bolalarga sosisikalar bo'yicha master-klass o'tib berdim. Hozir mana mamlaga sosisika yeyishni o'rgataman endi mustaqillikni bolalarda endi bilishmaydi qanaqa ish. Sosisika yeyotganlaringda mana qaranglar. Kirani olasanlar, kirani qo'yasanlar. Nima bo'lib?
bitta bo'lib. Tushundingmi, Totay? Hozir уже tilla bo'yicha professional o'rtog'imni chaqirdim. U kelguncha biz sizlar bilan Turkiyadagi videoyimizdagi g'olibni aniqlaymiz. Necha priz qo'ydik? Bitta sumka bilan 100 mingmi pul qo'yganmiz. Mana bu odamga beradigan bo'ldi. Abu Bakr va Alisher uchun to'rt qator she'r deganlar. She'r yozganlar. Men aytganimda o'sha qizuv komment yozsanglar, o'sha odamga beraman dedi. Mana bular qizuv komment yozganlar. Buni yutib oldilar. Hammanikini o'qib chiqdim. Hammaniki yoqdi. Lekin bular birinchilardan bo'lib yaxshi yozganlar uchun bularga beraman. Bundan tashqari bu videoda ham pul mukofotini yutib olishinglar mumkin. Bu safar 150 ming so'm yutib olish uchun necha marta slitka so'zini ishlatganimni video davomida ko'rib, kommentariyaga yozsanglar, o'sha odamni men kartasiga Telegramdan yozib 150 ming so'm tashlab beraman. Mana hozir bularni zakripis qilib, kommentariyalarni Assalomu alaykum, siz 100 ming so'm bilan sumka yutib oldingiz. Telegramingizga qoldiring yozib qo'ydim. Telegramlarni tashlashlari bilan men pullarni tashlab, sumkalarni chiqarib yuboraman. Hop, agarda kimdir ishonmayotgan bo'lsa, men pulni tashib berayotganimni yoki shu sovg'alarni berayotganimni pastda Telegram kanalimizda bor. O'sha yerda o'sha pulni tashlaganim cheklarini yozishganlarimiz hammasini tashlab o'tiraman. O'shanga Telegram kanalimizga ham o'tib olinglar. Ozgina vaqt o'tgandan keyin tilla bo'yicha spetsialist o'rtog'im keldi va u bilan so'rashib, qatdan arzonga tilla olishni bilib oldim. Hozir mana o'rtog'im ham keldi. Mana turibdi, faqat sal videolarga tushib uyaladi. Endi qizi ruxsat bermasa kerak, o'shanga tushmayotgandir. Xullas, hozir menga slitka olib beradi menga. Slitkani arzon narxda olib bersa, biz uni olib investitsiya qilib qo'yamiz. Hozir yaxshi, optim arzon joyga olib boradi bizani. Va nihoyat meni do'stim eng arzon tilla sotadigan do'konga olib bordi va o'tdi $114 grammini tilla olib berdi. Men 10 gram tilla olishga qaror qildim. Bu juda ham arzon narx edi. Bu narxi faqatgina men uchun qilib berdi. Ko'chadan klient keladigan bo'lsa yoki Optimga so'rashsa ham bunaqa narxdan hech kim ola olmasdi. Va yana aytib o'tib ketaman, tilla narxi har doim o'ynab turadi. Agarda hozir video chiqqan payti ko'rayotgan bo'lsanglar, tilla narxi baland ham bo'lishi mumkin, balkim tushgan bo'lishi ham mumkin. Ko'rganinglarda 10 gram tillamizni 14 million 190 ming so'mga sotib oldik. Slitkaga pulni berib bo'lganimizdan keyin Shahnoz opaning yoniga borib, arzonga olganimni maqtandim va ular bizga ozgina tanbeh ham berib qo'ydilar. Xo'sh, Shahnoz opa to'g'ri aytdilar, hozir bozorga ta'sir qilib qo'yasan deyaptilar. Ko'p odam ko'rarsa, men juda arzon oldim. Hozir o'zi foydam bor. Masalan, hozir sotsam $3-2 foyda qila olaman. Lekin men tanish bilish qilib, tanishim gaplashib bergan uchun arzon. O'zi sotib oladigan bo'lsanglar $120 atrofida sotib olasizlar grammini. Uki bir oy, 2 oydan keyin uni ham foyda qilasizlar. Hozir men prosta ko'proq foydada bo'laman arzonroq olganim uchun. O'shanga narxi o'zi boshqacha, menga arzonroq qilib berishdi. Bozordan chiqishimizga o'zi qorong'i tushib qolibdi. O'shaning uchun biz otxonaga borib, ot ustida azincha hisob-kitobimizni to'g'rilab oldik. Ko'rganinglarda bozordan o'zi tillamizni olib chiqib oldik. Endi bir haftacha kutamiz. Foyda bo'lishi, zarar bo'lishi men sizlarga ko'rsataman bir hafta ichida. O'shaning bir hafta sizlar bilan xayrlashaman. Hozir o'zi tilla slitkamizni olganimizga 1 kun o'tdi. 1 kun ichida o'zi $1.5 ga o'sibdi tillaning narxi. Endi bir 10 gramdan men $15 hozir foydadan. Mana ko'rishingiz mumkin, sizlarga ko'rsataman, qaranglar. Mana kecha 11-sentyabr edi. 11-sentyabrda $116.81 bo'lgan. Hozir 12-sentyabr 117.26 bo'lgan. Endi menga $1.5 deyishdi bozordaglar. O'shanga $1.5 deb hisoblayapman. 10 gramga bitta slitkamdan, o'sha kichkina slitkamdan men $15 foydadaman hozir. O'shanga hozir men yana bitta joyga kelib qolyapti. Agarda men bankdan yoki o'sha bozordanmi yana slitka faqat tilla emas, kumush olib qo'ysam foyda bo'larmikan, yo'qmi deb qiziqyapman. Endi uni olib qo'yaman. Prosta investitsiya qilib qo'yib qo'yaman. Balki ham sekin-sekin narxi oshib menga foyda olib keladi. Shu bilan oradan bir hafta vaqt o'tib ketibdi va men tillam haqida esimdan chiqarib qo'yibman. Tillamizdan sotib olganimizga уже 8 kun o'tibdi, lekin narxlar hali o'zgarmadi. Mana ko'rishingiz mumkin, hali ham $117 bo'lib turibdi. Hozir men sekingina bankka yo'l olyapman. Bankdan hozir biz kumush sotib olamiz. Kumushni ham olib mulk qilib qo'yib qo'yamiz. Ulguramanmi yo'q bilmayman, chunki zaryadga ham 4% qoldi, o'chib qolishi mumkin. Keyingi qilgan ishim bank tomon yo'l oldim. Yo'lda lekin rosa o'ylab ketdim, chunki kumush topish juda ham qiyin. Ko'p joylarda bo'lmaydi deb eshitganman, lekin baribir tushkunlik tushmasdan bank tomon yo'l oldim. Hozir bankka kirdim, bankdan so'rasam, kumush yo'q ekan, faqat tilla sotishar ekan. O'shanga menga yo'l ko'rsatib yuborishdi, qayerdan olishni tushuntirib berishdi. O'shanga hozir shu yerga borib
baribir kumush sotib olamiz. Bankdagi opalarning gapiga quloq solib, men tilla sotadigan do'kon tomon yo'l oldim va o'tga kirib ham so'rab chiqdim. Hozir bankdagi odamlar aytgan joyga ham keluvdim. Kumush slitka yo'q ekan bu yerda ham. So'radim, bular aytishyapti, uje sotishmasa kerak hech kim, chunki kumushdan yaxshi foyda qilib bo'lmaydi, o'shaning ko'pchilik sotmaydi deyishdi. Eng qizig'i bilasizlarmi, hamma joyda tilla slitkalar tiqilyapti-da. Kumushga kelganda hech kim bilmagan kumush slitka qilib sotmas ekan. Balkim talab yo'qdir, rostdan hech kim sota olmas. Chunki tillaga qaraganda kumushni o'sishi kamroq, lekin baribir kumush ham o'sadi-ku, keyin bilib bo'lmaydi-ku, balkim 1-2 yildan keyin kumush otib yuborar, katta foyda qilib yuborar. To'g'ri, navratli-yu, lekin balkim endi baribir sotish kerak-da. Masalan, mana men talab bor, mana bitta. Qotgan ishimni oxiriga yetkazmaslikni men juda ham yomon ko'raman. O'shanga ertasi kuni men OLXga kirib, har bitta объявлениеga kirib, men kumush slitkalarni qidirdim, lekin afsuski O'zbekistonda kumush slitkalar topish juda ham qiyin ekan. O'shaning uchun OLXdan ham topa olmadim. Mana nihoyat eng qiziq joyga ham keldik. Tilla sotib olib, men necha pul foyda qildim. Men 10 gram tilla sotib olgan edim. Bu bizga $114 tushdi, ya'ni $1140. Hozirda tilla narxi $118 va men $40 foydaga chiqdim attiga 8 kunda. Abbakir qizchasi bilan urushib, depressiyaga tushib qolganligi uchun videoni men yakunlashga qaror qildim. Xullas, videoda ko'rdinglar, tilla bilan qancha foyda topishni bilib oldinglar. Hop, endi buni biz bir 2 oilaga investitsiya qilgan holda olib qo'yamiz. Shunaqa videolar ko'payish uchun bizga like bosinglar, papchka bilan qo'llab-quvvatlang. Buni hozir biz endi olib qo'yamiz, bunaqa narsalarni ko'paytiramiz. 2 oyda yoki 3 oyda yana investitsiya bo'yicha videolar chiqadi. Necha pul o'sha investitsiyalardan, har xil narsalardan foyda qilamiz ko'rasiz.